Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, mana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning siratlaridan, hayotlaridan gapirib boryapmiz. Siz aziz jamoatdan uzr so'ragan holatda shuni bayon qilib qo'ymoqchimizki, bizlar turli tarix kitoblaridan olib arabiy matnlarini tashlab faqat o'zbekcha ifoda qilyapmizki, tushunish oson bo'lsin deb. Va ahli ilm, ulamo, tarixchi va boshqalardan bizni doimiy bu tarixiy darsimizga xulosa olib turganlardan bir uzrimiz borki, biz nihoyat darajada qisqa aytishlikka harakat qilyapmiz, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotlari azizlar 63 yoshda olamdan o'tgan bo'lsalar, buni gapirib berishlikka o'zi bitta insonning umri kifoya qilmaydi. Shuning uchun biz eng qisqa joylardan aytishlikka harakat qilyapmizki, ozgina bo'lsa ham Rasulimiz alayhisolatu vassalamning hayotlarini o'rganib qolinsin. Maqsad payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hayotini o'rganish. Maqsad u zotga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish. Demak azizlar, avvalgi suhbatimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam amakilari Abu Talib bilan birgalikda Shomga tijorat safariga borib qaytgan joylariga kelgan edik. Ushbu tarixiy voqea Abu Talibda jiyaniga bo'lgan yana mehrini oshishlikka sabab bo'ldi. Chunki aytib o'tganimizdek, Muhammad sallallohu alayhi va sallamda hech kimda yo'q bo'lgan ajib bir mo'jizalar, ajib bir holatlarni ko'rdi. Bu narsa shu paytgacha biror bir insoniyatda bo'lmaganligini, ayniqsa Buxayro degan o'sha rohibning e'tirofi Abu Talibda juda katta ta'sirot uyg'otdi. Ana shundan keyin qaytib kelar ekan, yanada yosh Muhammad alayhisalomga o'zini mehrini, muhabbatini yana ziyoda qildi. Uning ayoli Fatima ham yana Muhammad alayhisalomga o'zini farzandlaridan ko'ra ko'proq muhabbat qo'ya boshladi. Payg'ambarimiz alayhisalom azizlar yosh bo'lishlariga qaramasdan o'sha davrda Abu Talibni va boshqalarni qo'ylarini boqib beradigan cho'ponlikka ham mashg'ul bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning birinchi qilgan ishlari ham mana shu bo'ldi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zlari buni keyin payg'ambar bo'lganlarida ham yoshlik chog'ida qo'y boqqanliklarini ko'p gapirib o'tardilar. Rasulimiz alayhisalom faqatgina o'zining amakilari Abu Talibni, balki boshqalarni ham qo'ylarini olib dalaga chiqib ketar, ularga qarab cho'ponlik qilar edi. O'sha cho'ponlik qilish asnosida boqqan qo'ylari boshqalarga nisbatan yaxshi semirar, sersut bo'lar va ular nihoyatda fayzli, barakatli bo'lardi. Payg'ambarimiz alayhisalom esa toza havoda, yana tafakkur, tadabburda mana shu qo'ylarni boqib yurardilar. Kunlar o'tib borardi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom ham asta ulg'ayib bordi. Bilasizmi azizlar, payg'ambarimiz alayhisalomning yoshligida butun Quraysh qabilasi, nafaqatgina Quraysh qabilasi, o'sha atrofdagi hammalarni e'tirof qilgan ajib bir sifati bor. Bu sifati bizga juda katta ta'lim bo'ladi. Rasulimiz alayhisalomga Muhammad Amin, ya'ni omonatdor, rostgo'y degan nomni qo'yganlar. Chunki go'daklik chog'ida ham, o'smirlik chog'larida ham payg'ambarimiz alayhisalom biror marta omonatga xiyonat qilmaganlar azizlar. Biror marta ham yolg'on gapirmaganlar. Yana bir narsa bizga juda ta'lim bo'ladiki, o'smirlik chog'ida ham, yoshlik chog'ida ham biror marta johiliyatda ishini qilmagan ekan azizlar. Hatto bir marta o'sha johiliyatdagi johillar bayramini oldiga chiqib qolganlarida u yerda bo'layotgan johillik bir ibodat, johiliy bir bayramona bir holatni ko'rmoqchi bo'lganlarda Alloh haq azza va jalla u zotning ko'zini uyquga ketkizgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari ishtirok etish u yoqda tursin, hatto ko'zi bilan johiliyatni biror bir narsasini, ibodatini yoki ularni biror bir bayramini ko'rmaganlar. Alloh mana shundan ham ehtiyot qilgan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam juda ham omonatdor bo'lganligi uchun hammani orasida mashhur hurmatga loyiq edi. Biror bir kishi yuzlariga tik qara olmas, balki doim hurmatda, ehtiromda, u kishi kelganda o'smir yigit bo'lsa ham hamma o'zini yo'qotar edi. Kunlar o'tib borar. Payg'ambarimiz alayhisalom 25 yoshga kirgan mahalda o'sha Makkadagi zodagonlardan, asl zodalardan biri bo'lgan Huvaylidning qizi Xadija ismli ayol o'zining karvonini savdoga yubormoqchi bo'ldi.
Hadicha onamizni gapirishdan oldin bu ayol haqida ham bir ozgina ma'lumot berib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, Hadicha onamiz bu Huvaylid degan odamni qizlari bo'lib, 5-bobolarida Qusayda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga shajaralari tutashadi. Hadicha onamiz jahiliyat davrida ham nihoyatda o'zlari pokiza bo'lganligi uchun Tohira laqabini olganlar. Pok degan laqabni olganlar. Nihoyatda pokiza, nihoyatda pok, o'ta adolatli, nihoyatda husni xulq sohibasi edilar. Tabiiyki azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdek zotga hatto jufti halol bo'lishni ham yaratgan Robbimiz o'zi iroda qilishligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Hadicha onamiz azizlar, Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan avval ham 2 marta turmush qurganlar, lekin turmushlari yaxshi bo'lmasdan ajraganlardan keyin bundan keyin aslo turmush qilmayman deb o'ylaganlar. Va hamma o'sha atrofdagi qancha zodagona badavlat, o'zining qabilasida eng obro'mand bo'lgan kimsalar ham Hadicha onamizdek ayolga uylanishni orzu qilgan bo'lsalarda, Hadicha onamiz o'zlarini nihoyatda ehtiyot qilib turmushga chiqmasdan yurganlar. Ammo Hadicha onamiz yaxshigina tijoratchi bo'lganlar, tojira bo'lganlar, ayol bo'lganligi uchun ushbu tijoratini yurgizishlikda xizmatchilarni yordamiga ehtiyojlari tushib turardi. Ularni karvonlarini uzoq tomonlarga, Shom sharifga, Yamanga boshqa bir xizmatchi olib borishlari lozim bo'lardi. Hadicha onamiz ham doim mana shuni o'ylab, o'ziga yaxshi bir karvonboshi izlar. Ba'zi karvonboshilar esa ko'ngildagidek bo'lmas, xiyonat ham qilar. Shuning uchun Hadicha onamiz yaxshi bir omonatchi, o'ziga munosib bo'lgan bir karvonboshini, yordamchini izlab yurardilar. Ayni paytda esa Makka Mukarramada eng omonatdor zot bu yosh o'spirin, endigina 25 yoshga qadam qo'yayotgan Muhammad Amin alayhi salatu vasallamdan boshqa ishonchli omonatdor yo'q edi.